Ultron nega faqat bitta filmda chiqdi xolos? What if boshqa masala. Bu multserialni qo'shmaymiz. Ultron komikslarda qasoskorlarga yetarlidan ortiq muammo tug'dira olgan. Undan tashqari, bu personajni kuchini bizga nega to'liq ochib berishmadi hayronman. Shunchaki robotlar to'dasini ko'rsatishdi va bo'ldi. Menimcha Ultron bundan ham ko'prog'iga loyiq edi. Keling bugun shu personajni komikslarda nimalar qilgan va qanchalik kuchli bo'lganini hammasini ko'rib chiqamiz. Menimcha Ultron hammaga birdek qiziq bo'lsa kerak. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Do'stlar, agarda sizga sifatli dizayner kerak bo'lsa, men o'zim foydalanadigan dizaynerni taklif qilaman. Asilbek sizga istalgan turdagi dizaynlarni tez va sifatli tayyorlab beradilar. Agarda foydalanmoqchi bo'lsangiz, kontaktni pastda qoldiraman. Avvalo, film bizga nimani ko'rsatdi? Shuni bilib olsak, aql toshida ong borligini bilib qolgan qiziquvchan Toni Yerni sun'iy ong bilan himoya qilishni reja qiladi. Umuman olganda bu to'g'ri qaror edi, sababi haqiqatdan ham tashqi tomondan katta dushmanlar Yerni yo'q qilish ehtimoli juda ham yuqori edi. Shu sabab Toni va Bryus Ultronni yaratishadi, ammo Ultron sun'iy ong bo'lgani bilan birga juda tez o'rganadi va rivojlanadi. Tayyor bo'lishi bilanoq Toni Starkning eng mukammal ixtirolaridan biri bo'lgan sun'iy ong Jarvisning tizimiga buzib kira oladi. Butun neyro tarmoqlarni keza oladi va internet olamiga to'liq kirib bora oladi. Ong holatida hech narsa qo'lidan kelmasligini bilgan holda o'ziga tana ham yaratadi, ammo bu Ultron uchun kamlik qiladi. Aytgancha, yordamdan ko'tarilibdi. Ultronning maqsadi tinchlik, ammo bu tinchlikka insoniyat xalal beryapti degan logikasi mavjud edi. Vibranium orqali o'ziga yanada mustahkam va aql toshi mavjud bo'lgan Vision tanasini yaratadi. Ko'pchilik xato o'ylashadi. Ultron davri filmida Visionni Tony Stark va Bruce Banner yaratishmagan, uni Ultron yaratadi. Tony va Bruce Visionni takomillashtirishadi xolos. Shu tariqa Superbot yaraladi. Ultronning imkoniyatlari juda yuqori. Istalgan tarmoqqa hech qanday muammosiz ulana oladi va xohlagan ma'lumotlarni o'zgartira oladi. Yuqori IQga ega. Fizik jihatdan ham juda kuchli, tanasi o'ta mustahkam sun'iy ong bo'lganligi sabab unda his-tuyg'u yo'q va shu sabab ham jang paytida hech narsani o'ylamay qurbon qilaveradi. Hech qachon charchamaydi. Bu ham uning bir yutug'i hisoblanadi. Temir odam kabi energiya bilan zarba bera oladi va radiatsion qurollari ham mavjud. U ham yetmagandek, unda Encephalo-Ray nomli juda yuqori radiatsion qurol ham mavjud bo'lgan. Komikslardagi tanasi ko'pincha adamantiumdan bo'lgan. Filmda Marvel hali adamantiumni qo'shmaganligi sabab vibraniumga o'zgartirishgan. Ultron ko'pincha qasoskorlar bilan jang qilgan. Undan tashqari, Wanda, Vision, Lochin ko'z va Hank Pym bilan ham bir necha bor jang qilgan. Qasoskorlar bilan bo'lgan birinchi katta to'qnashuvi 1968-yilda ro'y bergan. Hank Pym Ultronni yaratgan. Ultron yashirincha yovuz rejalarni tuzadi va keyinchalik ochiqcha harakatga o'tadi. Visionni yaratib, qasoskorlar jamoasini ichidan yengishga harakat qiladi, ammo Vision Ultronga qarshi chiqadi. Keyingi qismda Ultron o'z juftini yaratishga kirishadi. U yashirincha Jocastani yaratadi. Rejaga ko'ra Ultron insoniyatni yo'q qilib, robotlar sivilizatsiyasini qurmoqchi bo'ladi, ammo qasoskorlar bundan xabar topgach, Ultron Jocastani ishga tushirishdan oldin bazaga bostirib kirishadi va rejani buzishadi. Eng dahshatli jang esa Ultron davri. Bu qismda Ultron o'zining orzusiga yetadi. Robotlar qo'shinini tuzadi, yer to'liqligicha uning qo'liga o'tadi va qasoskorlarning ko'pchiligi, deyarli hammasi halok bo'lishadi. Tirik qolganlar ham umidsizlikka tushgan holda yashirinishga majbur bo'lishadi. Temir odam, Thor, Kapitan Amerika, Lochin ko'z, Rosamaha kabi kuchli personajlar qarshi chiqishadi, ammo Ultronni yenga olishmaydi. Shu tariqa yer deyarli yengiladi. Faqatgina vaqt sayohati orqali Hank Pymning oldiga borishadi va uni Ultronni yaratish rejasidan qaytarishadi. Shu yo'l bilangina g'alabaga erishadi. Aslini olganda Ultron davri filmi ham shunday chiqishi kutilgan edi, ammo Marvel vaqt sayohatini Thanosga qarshi kurashda ishlatish uchun olib qo'ygan ekan. Komiks va filmni taqqoslaydigan bo'lsak, yer va osmoncha farq qiladi. Lekin What If multserialda Ultron ancha komiksga yaqin qilib ko'rsatilgan, hech narsadan tap tortmaydigan, o'z maqsadi uchun hamma narsaga tayyor. Thanos 5 ta cheksizlik toshi bilan kelganda ham hech qanday ikkilanishlarsiz uni ikkiga bo'lib tashlaydi.
boshqa olamlarga hujum qiladi va hattoki kuzatuvchini ham ko'ra oladi. Kuzatuvchi esa uni faqatgina o'ta qudratli personajlarni bir joyga yig'ish orqali yenga oladi. What If seriali Ultronning qudratini sal bo'lsa-da katta ekranlarga ko'rsatib bergan. Balki Ultron kelajakda yana filmlarda qaytar, sababi Ultron komikslarda hech qachon yo'q bo'lib ketmagan va doimiy yangilanib turgan. Bu degani Marvel bu darajadagi personajni yana qaytarishi mumkin degan javobni ham olib keladi. Bir tomondan to'g'ri, sun'iy ongni butunlay yo'q qilish mumkin emas, buning iloji ham yo'q. O'chirib tashlangan taqdirda ham bu qadar aqlli personaj o'z ongini nusxalab qo'yganiga ishonaman. Siz nima deb o'ylaysiz? Ultron Marvelning kelajak loyihalarida yana qaytishi mumkinmi? Agar qaytsa, qaysi filmda qaytadi deb o'ylaysiz? Izohlaringizni albatta kommentariyada kutib qolaman. Bugungi ma'lumotlar sizga yoqdi degan umiddaman. Agarda ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yangi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.